Nisirov. 7-chi operatsiyamiz Nisirov. 1984-yil bemorning tashxisi L5S sohasida sekvestrlangan deyishga bemorning o'ng oyog'ida kuchli og'riq, uyushlar bor, bemor yurolmaydi. Uzoq ko'rganimizdan ochib ko'rdik, mana burog'i ko'kar turibdi, qarashoq. Qarasangiz, tagida juda katta sekvestr reja turibdi. Rejani kattaligini qaranglar. Kalkulatorga. Reja juda katta. Mana bu grija hisoblanadi. Bu yorib chiqib ketgan grija. Buni ukol dori qiladigan bo'lsa ham ketmaydi. O'sha uchun buni vaqtida olib tashlasak, bemorning oyog'ida og'riqlar to'lib ketadi. Xudo xohlasa bemorimizni ertaga turib